Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Respublika yosh olimlar kengashining Olimlar bilan podkastining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Demak, bugungi mehmonimiz bolalar nevropatologi, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD Ismoilov Zohidjon Nurmanovich. Xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Sababi bugun jamiyatimizda turli fan sohalar rivojlanib bormoqda va aynan tibbiyot sohasini ham ko'radigan bo'lsak, tibbiyot sohasida ham sohalar juda ham ko'p, lekin aynan bolalar nevropatologlariga bugun nazarimda ko'proq vazifalar qo'yilmoqda. Sababi biz eslaymiz, yoshligimizda nevropatolog vrachga juda ham kam borganmiz, ko'ringanmiz. Ko'rigidan aytishimiz mumkin, lekin mana bugun o'zimiz ham farzandli bo'lib, aynan balki bu tibbiyotning rivojlanishidir qaysidir ma'noda. Ya'ni ko'riklar ko'payganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin shu bilan birga bu albatta ijobiy holat, lekin salbiy holatlar nuqtai nazaridan, ya'ni aynan bolalar bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarning ko'pligi va bu jarayonda aynan olimlarning ishtirokini ham aytib o'tishimiz kerak. Va bugun aynan tibbiyot sohasida bolalar nevropatologiga ko'plar murojaat qilishyapti. Buning asl sababi nimada, Zohidjon aka? Asl sabablarini bu savolni ko'p kishi berishadi, faqat siz emas. Mana har bir qabulga kelgan onani birinchi beradigan savoli mana shu. Nima uchun farzandimda bunaqa holat bo'ldi, nima sababdan? Bugungi kunda bilasizmi, shunaqangi narsalar ko'payib ketdiki, tashqi va ichki omillarimiz shunchalik ko'pki, bunda ayrim kasalliklar, juda ham ko'plab kasalliklarimiz bugungi kungacha o'sha o'quv adabiyotlarida ularni kelib chiqish sabablari, rivojlanishi, uni davolash usullari to'g'risida gapirib ketilgan. Qarang, shunaqa qiziq bir davrda yashayapmizki, zamonamiz ilm, fan, texnika, texnologiya qanchalik rivojlanib, mana shu farmatsevtika qanchalik rivojlanib ketishiga qaramasdan, kasalliklar ham shuncha rivojlanib ketyapti-da va uni davolashga bo'lgan usullar, uni diagnostika usullarini rivojlanishi bilan kasallik ham o'zini shunchalik yashirib boryapti. Muammolarimiz ko'payib ketyapti. Mana o'zingiz, siz bilan bizni bugun yoshligimizni eslab ko'ring, qanaqa ediki, hozirgi bolalarimizning yoshligi qanday o'tyapti. Bu savollarni ko'p beradi. Ayrim kasalliklarda juda ham ko'plab kasallik desa ham bo'ladi. Aniq savollarga javobini ayta olish mumkin, lekin bugungi kundagi ota-onalarni, mana murojaat qiladigan ota-onalarni ko'plab savollariga aniq javob berishga imkoniyati yo'q. Chunki sabablar shunchalik ko'p. Qaysi biri bu omil shu kasallikni keltirib chiqarishga sabab bo'lganligini aniqlab bera olmaymiz. Tushunarli. Yana bitta savol tug'iladi. Aynan mana o'zingiz ham dotsent lavozimida ishlaysiz, bu bo'yicha ilmiy ishlarni yoqlagansiz va yana jarayonlar ketmoqda. Aynan bugun o'quv adabiyotlari tibbiyot sohasida sizning aynan sohangizda yetarlimi? Mana biz ko'ramiz, ko'p holatlarda o'quv adabiyotlari aynan rus tilida, ingliz tilida, lekin o'zbek tilidagi adabiyotlarchi? Ya'ni tibbiyot olimlari bugun ana shu rivojlanayotgan kasalliklarga to'laqonli o'quv adabiyotlari orqali javob bera olishyaptimi? Bu savolingizga qiyinroq javob berish mumkin juda ham, chunki asos baribir ilmda, kitobda, darslikda. Chunki bilasizmi, bugun hammamiz uchun qulay bo'lgan shu planshetlar, internetlarni bizga foydalanish imkoniyati bor bo'lishiga qaramasdan, lekin bu kitob bu o'z yo'liga kitobda, o'qiydigan darsliklar bu o'z yo'liga. Shu uchun bekorga aytmasa kerak, menimcha yurtboshimiz mana til o'rganinglar debda. Chunki men o'ylaymanki, qaysi soha vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, agar shu siz chet el tillarini yaxshi biladigan bo'lsangiz, siz xohlagan shu kasallik bo'ladimi, xohlagan bir muammolar bo'ladimi, u savollarni berib, o'sha savollaringizga javob olishingiz mumkin va eng to'g'ri yo'l bo'ladi, o'sha savollaringizga javob olgan javobingizni milliylashtirilgan holatda qabul qilgan bo'lsangiz, to'g'ri xulosa bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bu savol juda ham ko'p ko'tariladi. Ko'plab bir xil hamkasblarimizni ko'ramiz, mana
tenglashtirishga to'g'ri kelib qoladida chet elda o'qishga men bularni qoralamoqchi emasman, lekin har bir millatni har bir davlatni o'zini mentaliteti bor, kelib chiqish ta'lim tarbiyasi bor, oiladagi muhit bor, sizni beradigan tavsiyangizga ota onalarni javobi bor. Tushunyapsizmi? Mana shu uchun ham kitoblarda o'qiymiz, chet el amaliyotlarini o'rganamiz. Men bitta narsani juda yaxshi ko'raman, qaysi davlatga borsam ham o'sha o'zimning sohamda tibbiyot sohasida yoki bolalar nevrologiyasi yoki bolalar neyroreabilitologiyasi sohasida o'qib qarab turganda qarab turamanda bir yangilikmi bizada yo'qmi, shu o'sha vaqtni o'zida o'ylab shunaqa ketadi, xohlaysizmi xohlamaysizmi o'ylash boshlanadi. Buni qanday qilib milliylashtirsak bo'ladi, qanday qilib bizani mafkuraga, bizani mentalitetga, bizani ota-onalarning tushunchasiga moslashtirib shuni moslashtirsak bo'ladi. Ya'ni o'sha chet ellik narsani, ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri tarjima qilish emas, uni o'qib, o'rganib, nima deydi, o'zimizga moslashtirib. Mana shunaqangi adabiyotlar bugungi kunda baribir ozgina kamroqda. Chunki tarjima qilganingizda ham ko'plab boshqa sohani men bilmayman, lekin bizani sohadagi ayrim kasalliklar, mana xulq-atvorlar, oilaga bo'lgan munosabatlar, ota-onaga bo'ladigan munosabat, ota-onani farzandga bo'ladigan mahallago'ychilik degan narsalar bor. Mana shunaqangi munosabatlarni boshqa o'sha yerdagi shu sohadagi buzilish bo'ladigan buzilishlarni boshqa davlatlardagi adabiyotlardan topolmaymiz. Lekin shunga o'xshaydigan ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, uni olib, o'rganib va uni bizani o'zimizni mafkuradan, mentalitetdan kelib chiqqan holatda talqin qilsangiz, bu to'g'riroq bo'ladi. O'sha uchun mana shunaqangi kitoblarni bugungi kunda o'ylayman ko'proq yosh olimlar ishlar olib borilyapti. Iloji boricha to'g'ridan to'g'ri tarjima qilmasdan turib, milliylashtirib, nima deydi, amaliyotga taqdim qiladigan bo'lsa foydaliroq bo'ladi. Lekin adabiyotlarimizda bugungi kunda o'zbek tilida yozilgan adabiyotlarimiz juda ham kam. Qoyil, juda ham men kutmagan edim bunaqa yondashuvni tibbiyot xodimlaridan birinchi marta eshitib turibman, to'g'risini aytganda. Ya'ni aynan o'zlikdan kelib chiqqan holati, bu milliylikka asoslangan holatda yondashuv, men ham o'ylayman, olim sifatida bu eng to'g'ri qaror. Sababi o'sha aytganingizdek, mana bugungi kunda rivojlanish, internet asri, hattoki men hayron qoladigan holatlarim bo'ladi. Ijtimoiy hayotda faolmiz va ko'p holatlarda shunday shifokorlarni ham eshitib qolamizki, ayrimlarni albatta o'sha savol berganingizda internetdan izlab ko'rishadi, qarashadi, lekin haqiqiy javob ularda yo'q deyshadi. Men aytaman, u shifokor qanday shifokor bo'ladi? Sababi to'g'ri, inson hamma narsani ham bilishi mumkin emas. Masalan, biz ham auditoriyaga kiramiz, dars o'tamiz, ba'zi talabalarimizga qaysidir savolni berishgan bo'lsa, biz uni tushunmagan bo'lsa aytamiz, keyingi dars albatta bu savolingizni o'rganib, javobini izlab topib kelamiz. Bu sizni bilmaganligingiz emas. Men nima uchun siz gapingizni bo'ldim, nima uchun men sizga aytayapmanki, biz hali ko'p narsaga tayyorgarlik ko'rishimiz kerakda. Ya'ni men ustozlarim aytadiki, shu stolingda kitoblar, yetarli kitoblar, san yaxshi deb o'ylaydigan kitoblar bo'lishi kerak. Va bemorning oldida to'g'ri kelib qoladi bir xil vaqtlarda shu kitobga qarashga yoki bildirmay turib bundoq internetga. Nimaga? Bilasizmi, hamma narsani aytganingizdek to'g'ri shunchalik aytdimki, hozirgi kunda fan texnologiya rivojlanishiga qaramasdan, lekin kasalliklar ham rivojlanib ketyapti. Ayrim holatlarda kitoblarda yozib qo'yilgan klinik belgilar umuman bemorda uchramasligi mumkin. Umuman uchramasligi mumkin. Uni qidirib topa olmaymiz. O'sha uchun hali ichki hissiyot, tuyg'u deydi-ku, shifokorlar uchun intuitsiya, o'zbekchasi qanaqa bo'ladi bilmayman. Hissiyot, ichingizda his qilish kerak. Hali ota-onalar so'ragan paytida bolamga mana shu dokumentlarni jo'natsam kasallik qo'yib bera olasizmi, diagnoz qo'yib bera olasizmi? Tavsiya ber. Men aytdim, hech qachon men faol bo'lmasman, tavsiya bera olmayman, bermayman ham. Albatta. Negaki, bolani ko'rganda shifokor ko'rish kerak, his qilish kerak va bir ayrim ota-onalar uchun arzimaydigan belgilar shifokor uchun juda ham muhim bo'lishi mumkin yoki shifokor ota-ona uchun umuman vahimali bo'lib ko'ringan belgilar shifokor uchun yoki bemorning kelajagi uchun uni tashxislash uchun umuman arzimaydigan holat bo'lishi mumkin. O'sha uchun bemorni ko'rish kerak bo'ladi. Va bu mana shu nima deydi, adabiyotlardan foydalanganda
bir xil vaqtda ko'rib bundoq qilib qarasangiz ota-onalarimiz bir xillab bilmas ekan degan nima mafkura ham kelib Tushuncha ham. qoladida, tushuncha kelib qoladi. Mana shu narsalarni ham nima deydi, ota-onalar To'g'ri tushunishi kerak bo'ladi. Chunki mana irsiy kasalliklar bor, uni bilishni iloji yo'q, o'xshaydi, bir-biriga o'xshab ketadi. O'sha vaqtda ayrim bir belgilari tosh taroziga qo'yamiz deymiz. Mana autizm bugungi kunda juda ham katta muammo bo'lib ketdi-ku. Autizmmi, autizm emasmi? Autizmga o'xshaydigan holatmi? Taroziga qo'ygan paytingizda bunda o'ynab turadi. Keyin aytamiz, to'xtab turing, bolangizni kuzatamiz va vaqt davomida men sizga oxirida xulosamni aytaman, tashxisni deydi. Bir xillab buni to'g'ri tushunadi, bir xillab noto'g'ri tushunadi. Bu bilmaslikni belgisi emas. Farzandga to'g'ri diagnoz qo'yish va to'g'ri tashxis qo'yganingizdan keyin bu уже 50% to'g'ri davolagan degani bo'ladi. Demak, bu ham bugungi kunda o'sha kasalliklarning ko'pligidan asorat deb bilishimiz mumkin. Endi biz bilamizki, insonni tanasi, organizmi uning uchun juda ham qadrli, lekin uning farzandi, ya'ni bemor bo'lishi, bu juda ham ota-ona uchun birinchi o'rinda katta baxtsizlik ko'p holatlarda. Mana siz ham aynan bolalar nevropatologi, nevrologi sifatida xizmat vazifasida o'taysiz. Ota-onalar mana siz oldingizga kelishganda umid bilan kelishadi-da. Sababi ayniqsa bizning shu milliyligimizda, qadriyatlarimizda shu singanki, farzand kasal bo'lsa, onalar, otalar sandan ko'ra men kasal bo'la qolay deydi. Bu hammada emas. Bu mehr, bu oqibat aynan bizning qadriyatlarimizda ko'proq namoyon bo'ladi. Ya'ni shu bolam kasal bo'lmay qo'ya qolsin deydi. Chunki joni bilan o'sha haqiqiy mehr tuyg'usini ko'ramiz-da ko'p holatlarda. Bu ham insoniylikning bitta oliy bir sifati deb bilaman-da. Aynan shu holatlarda ota-onalarga bo'lgan munosabat shifokorlar tarafidan qanaqa bo'ladi? Chunki aytdingiz, mana hozir har xil kasallar keladi. Chunki farzandini kasal bo'lishini qabul qilish ota-onaga ham bu juda ham katta jasorat hisoblanadi ko'p holatlarda. Ota-onaga, nafaqat ota-onaga, o'sha oilaga, uni aka-ukalariga, chunki bugun xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bir oilada nima uchun mana shu kasallikni oldini olish, uni profilaktika qilish, bugungi kunda bu sohani rivojlantirish to'g'risida ko'p mana yurtboshimiz tomonidan ham ko'plab nimalar berilyapti. 2030 strategiyasida aniq belgilab qo'yildi, bilsangiz, bunga ham o'sha nogironlikni oldini olish, erta skrining qilishlar. Nima uchun bular? Nima uchunki, bitta oilada bemor farzand bo'ladigan bo'lsa, faqatgina unda ma'naviy yoki oila uchun bir mushkulat emas bu. Bu ham iqtisodiy bo'ladi. U iqtisod demak keyingi farzandlarga ta'sir qilishni boshlaydi, bilasizmi? Chunki o'sha bolani xohlaymizmi, xohlamaymizmi, haqiqat uni davolashimiz kerak, uni to'g'ri, mana davlatimizda shu bolalarga tibbiy xizmat ko'rsatish bugungi kunda bepul deb belgilab qo'yilgan, lekin baribir milliy mentalitetimizda ko'pgina o'zgarishlar bor. Buni endi menimcha tushundingiz, olib yuguramiz, boshqa qilamiz, chiroyli gapirgan gaplarga eshitishga harakat qilamiz va bu oilani qandaydir byudjetiga, iqtisodiyotiga ham juda ham katta ta'sir qiladi. Bu ta'sir qilish natijasida undan keyingi sog'lom bolalarni kelajagi uchun, ularni o'qishi, ta'lim olishi uchun ham qaysidir ma'noda ta'sir qiladi. Demak, ota-onada bugungi kunda nima uchun stresslar, nima uchun hammamiz jahldor bo'lib qoldik, nima uchun bir-birimizga faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda ham mana ko'rsangiz, biron bir ma'lumot bersangiz, men hozir xafa bo'lmaydigan bo'lib qoldim. Kommentariyada ko'proq siz bergan ma'lumotga emas, sizga ko'proq nafrat bilan, har xil bir nima so'zlar bilan kommentariya beradigan bo'lib qolishganda, buni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Chunki shunchalik ma'lumotlarimiz ko'pki, shunchalik bugungi kunda bizga bog'liq bo'lmagan, ya'ni atrofimizdagi muhitga bog'liq bo'lmagan muammolar ko'payib ketdi. Aytdim-ku, fan, texnologiya, ilm fan qanchalik rivojlangan sari shunchalik biza yengil bo'lishni o'rniga men o'ylab qarayman, shu muammolarimiz ko'payib ketyapti deb. Bolaligimizda eslang, hech narsani o'ylamas edik. Albatta. O'ynardik, mahalla go'ychilik, bolalar bir-birimizga mehr, qo'ni-qo'shnichilik bo'lardi-da va o'qishga ham ulgurardik, kitob ham o'qirdik, darsda ham yaxshi o'qirdik. Bugungi bolalarni qarang, faqat ko'p o'qish kerak, lekin baribir hech narsaga yetmaydi, muammo ko'p, asabiy. Mana shuning uchun baribir milliyligimizda bu narsalar katta ahamiyatga ega bo'lgan narsa. Ota-onalarda faqatgina aytganingizdek, ularning psixologiyasida emas, ularning ota-ona ishlaydigan ona, u ertaga oilada biron bir farzandi, bemor farzandi bor bo'ldimi, nafaqat oilada ular asabiy bo'ladi. U ishxonada ham asabiy bo'ladi. Odam qachonki asabiy bo'lib turadigan bo'lsangiz, u
to'liq quvvat bilan nima deydi ishlolmaysiz, baribir miyangizda bitta signal bo'lib turadi, shu farzandim nima bo'ldi ekan, o'shanga kimdir qaradimikin, juda katta muammo. O'sha uchun bugungi kunda shu kasalliklarni davolashdan ko'ra kasalliklarni oldini olishga qaratilgan nima deydi masalalar juda ham ko'p ko'tarilyapti, buni yechimlari ko'rib chiqilyapti. Tushunarli. O'z-o'zidan shunaqa savol tug'iladi. Bola tarbiyasi haqida mana hozir qisqacha gapirib ketdingiz, bolalarga bo'lgan e'tibor haqida. Bugun negadir insonlarda shunaqa tushuncha paydo bo'ldiki, oldin xalqda chiroyli maqol bor edi. Bola bo'lsa sho'x bo'lsin, sho'x bo'lmasa yo'q bo'lsin degan. Lekin bugungi 21-asr shu darajada rivojlandiki, bolalarning sho'xligi ko'p holatlarda afsuski uni tarbiyasiz deb ko'rsatilmoqda. Ya'niki go'yoki bola o'z nomi bilan u bola. Agar u sizdek fikrlasa, u sizning tengquringizga aylanishi kerak aslida. Lekin u o'z nomi bilan bola. Lekin bugun biz nimalarni kutyapmiz? Ya'ni bola bu haqiqiy aqlli, o'tirib jim o'tirsa shu aqlli degan bir o'tir desang o'tirish kerak. Lekin aslida u bolalik, qani bizni o'sha sho'xliklarimiz, narsalarni sindirishlarimiz, kiyimlarni kir qilishlarimizni bugun nimagadir ota-onalar ham, qarindosh urug'lar ham, mahalla-ko'y ham ko'p holatda buni tarbiyasizlikka yo'yishyapti. Yoki ota-onasi yaxshi qaramaydi deya shu farzandiga. Juda ham tartibsiz. O'sha aytganingizdek, mana o'qiyapmiz ko'p holatlarda o'zimizdan ham farzandlarimizda bor, o'sha kiyimini kir qilishi, mayda motorikalarni rivojlantirishiga asos bo'ladi. Biz ham tosh o'ynaganmiz, loy o'ynaganmiz, lekin hozir mumkin emas. Bola go'yoki robotdek harakat qilishi kerak. Shu talqinni shifokorlar albatta qoralaydi, lekin qachon biz bu holatga yetib keldik? Nimaga biz bugun bolalarning sho'xligini tarbiyasizlik deb olyapmiz? Bu mavzu bu holatda ham ota-onalarga ham nevropatologlar kerakmi yoki ruhiy holati shu darajaga olib kelib qo'ydimi? Ya'ni bolani sho'xligini afsuski ota-ona ham, buvalar ham, qarindoshlar ham ko'tara olmayapti. Qarang, oldingi bolalarning sho'xligi bilan lekin hozirgi bolalarning sho'xligida umuman farq katta-da. Nimagaki oldingi bolalarning sho'xligi bu beg'araz nima deydi, atrofdagilarga ziyon yetkazdirmaydigan darajadagi sho'xliklar bo'lgan. Va bu fiziologiya. Men aytaman, bolalar asab krizisi degan narsa bo'ladi bolalarda yoshida o'zi. Ya'ni neyronlar o'sayotgan vaqtida stress holatda bolalar shu baqir-chaqir, o'yin, yugur o'sha bilan chiqarish kerak bu. Chiqarishi kerak bu narsani. Bu tabiiy holatda. Endi oldingi paytda mana siz bilan bizda mahallada bo'lganimizda aytardik, bolalar o'ynardi, charchardi, har xil o'yinlarni o'ynaysiz, aytganingizdek mayda harakatlarni qilib uni ongi rivojlanardi. Bolalar bilan gruppa bo'lib o'ynab, o'sha mahalladagi bir-biriga mahalladoshchilik, mehr oqibat, tushunyapsizmi? Qo'shningizdan farzandingizga qaysidir ma'noda biron bir o'gitlarni bersa, ota-onalar to'g'ri qabul qilar edi. Hozirgi paytda bolalarda asabiy bo'lib qolishiga va giperaktiv holatiga kelishiga u o'yinlar yoki hammasida ham ana shu neyronlarning o'sishi sabab bo'lmayapti-da. Hozirgi kunda aytaman, bunga biz qarshilik qila olmaymiz. Mana siz bilan meni oldimda turgan mana shu telefonlarimizda bunga qarshilik qilib bo'lmaydi, chunki siz ko'rgan, men ko'rgan, ota-onalarimiz ko'rgan, yoshligimizda ko'rgan tarbiyaviy ahamiyati juda ham katta bo'lgan multfilmlar, kinolar, har xil lavhalar umuman boshqa edi. Hozirgi ko'rayotgan bolalarni ko'rayotganini o'zingiz ham bilasizmi? Demak, tushunyapsizmi? Miyamiz shunaqangi narsaki, endi hali bizning neyronlarimizda tashqi muhitga shakllanmasdan turib, oqni, qorani, issiqni, sovuqni jaydari qilib gapirishga harakat qilyapman. Uni hali farqlab olmasdan turib, biza bolamizni o'rgatishga, bu mana til o'rgatadi yoki she'r o'rgatadi, sanashni o'rgatadi deb zamonaviy ota-onalarimiz qilayotgan juda ham katta xatosi bo'lib qolyapti-da. Inson faktori, omili chiqib qolyapti tashqariga. Buni natijasida bola kuni bilan o'sha telefondan o'rganadi deb o'ylaydi. Даже hattoki alla aytmaydi, allani ham telefon aytib beradi. Bilsangiz kerak, telefonga alla qo'yib qo'yapti. Bu ona emas, onalik mehri, rishtalar, onani bolaga bo'lgan, otani bolaga bo'lgan, bolani ota-onaga bo'lgan
haligi ko'zga ko'rinmas hech narsa bilan olib bo'lmaydigan rishtalar yo'qolib ketyapti-da, bolani hamma mehri shu telefonga tushib qolyapti. Telefondagi bugungi kundagi agressiyaga olib keladigan, giperaktivga olib keladigan multfilmlarni ko'rishi natijasida bolalar shu holatga tushib qolyapti. O'sha uchun siz bilan bizani yoshligimizdagi sho'xlik bilan hozirgi bolalarda, hamma boladagi sho'xlikni ham solishtirishga imkoniyati yo'q. Ular tabiiy holatda sho'xliklarimizni o'yinlar orqali har xil nima deydi, shu o'yinlar orqali chiqarganmiz. Bugun bolalarni bundoq olib qarasangiz bir tomondan achinasiz ham. Buni hamma har xil talqin qilish mumkin. Bugungi kundalik nima deydi, sizni asosiy berayotgan fikringizni asl falsafiy ma'nosi qayerdaligiga qaramaydi-da, to'g'ridan to'g'ri qabul qilib o'rganib qolganmiz ko'pchiligimiz. Men noto'g'ri tushunishni xohlamagan bo'lardim, chunki bolalarimizni agressiv bo'lishiga sabab bo'layotgan narsalarni yo'qotmas ekanmiz, ertaga siz bilan bizni kuchimiz ketib qolgandan keyin o'sha agressiyani ota-onaga ham qaytarish ehtimoliyati juda ham katta bo'ladi. Bitta misolda aytib beraman. Mana bugun deyman, keladi bolam shu yaxshi aqlli telefonda o'tiradi, hamma narsani ko'radi, o'sha agressiv bir xil harakatlar. Farzand maktabga chiqqungacha telefondan hech narsa o'rgana olmaydi. Tilni o'rgana olmaydi. yoki yozuv chizuvni o'rgana olmaydi. Faktorlar bor. Inson omil bo'lishi kerak. Ona mayli uni qo'yib qo'shimcha tarzda berishimiz mumkin, lekin ona o'tirib alla aytganida unga mehri, so'z, to'g'ri ravon. Allalarimizni bilasizmi? So'zlar ravon, yaxshilikka yetaklovchi so'zlarida. Buni demak siz bermayapsiz-da. Bolangiz bilan siz bolam shu telefonda qo'yib qo'ydingiz, shularni ko'rib o'tirib o'z yumushlarni qilib yuribsiz. Ana bolangizni bor mehri telefonga tushib qoldi-da, siz bilan aloqa yo'q, vaqtingiz yo'q chunki yosh ona sifatida. Ertaga biz qariymizmi? Kuchimiz ketadimi? Bugun farzandimizning kuchi yo'q edi. Siz bilan biz ham qarigan vaqtimizda, ya'ni muloqotga muhtoj bo'lib qolamizmi? To'g'ri, bugun bolalarimizga chiroyli kiyimlar, eng zamonaviy o'yin telefonlarni yoki o'yinchoqlarni olib berib chiroyli kiyintirib qo'yishimiz mumkindir. Lekin insoniylik muloqoti kamayib ketganligi uchun mehr oqibat bo'lmaydi bu. Keyin siz bilan biz qariganimizda bu eng achinarli holat bo'ladi. Kuchdan ketamiz. Farzandimiz bizga chiroyli xona qilib berishi mumkin, kurortlarga, sanatoriyalarga olib borishi mumkindir. Lekin o'sha paytda siz farzandingiz bilan o'tirib dardlashgingiz keladi, gaplashgingiz keladi. Unda sizni ham farzandingiz vaqti bo'lmaydi deb ota-onaga aytaman-da. Mana shunaqangi, shu uchun ham bugungi kundagi bolalarning sho'xligi bilan o'tgan siz bilan yoshligimizdagi sho'xliklarimizni hozirgi kunda solishtirib bo'lmaydi. Bolalarimizga bolalik davrini qaytarib berishimiz kerak qaysidir mana. To'g'ri ilmni, fan bilan shug'ullanishni, qaysidir bir o'zi qiziqadigan sohalarda fikrlashni, chunki bugungi kunda shunchalik yashash uchun kurash shunchalik ko'payib ketdi, shunchalik ma'lumotlar ko'payib ketdiki, biza 6 yoshli bolani bugun to'la yoza olishi, to'liq kitob o'qiy olishi, ayrim nimalarni даже hattoki kattaroq narsalarni aytib bera olishini xohlaydigan bo'lib qoldik. Maktablarimiz ham shuni so'rayapti-da. Mana 1-sinfga borganimizda biz yozishni o'rganardik. O'qituvchimiz qo'limizga ruchkani o'shlatib o'rgatardi. Bugun o'sha maktabda o'rgangan bo'lishingiz kerak bo'lib qolyapti. Bundan qocha olmaymiz, bu chunki rivojlanish, bundan qocha olmaymiz, lekin hamma narsani o'zini me'yorda qiladigan bo'lsa, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Yana shu joyda bitta savol tug'iladi. Oldin yoshlikka xos bo'lgan etaplarni o'rganganimizda bolalik, chaqaloqlik davri, bolalik davri, keyin balog'at yoshi va undan keyin o'smirlik yoshi deb ketilardi. Lekin hozir negadir har bitta yosh krizisi bor. Bu fanning shu darajada rivojlanganligimi yoki krizislar soni ortib ketganimiz oqdagi? Krizislarda chunki hayron qolamiz. Misol uchun biz ko'riklarga boramiz, hozir 3 yosh krizisi, 5 yosh krizisi, 7 yosh krizisi. Men aytaman, men hattoki o'zim o'smir yoshimda, balog'at yoshimda onam ko'p aytardi, senda bilinmagan shunaqa tez o'tib ketgansan, hattoki men buni payqamaganman deydilar. Boshqa keyin farzandlarimda bu narsa sezildi deydi, lekin aynan senda bu narsa sezilmagan. Shunaqa oson o'tganmiz deydi. Lekin hozir bu rivojlanishmi yoki bu haqiqatda tibbiyotda mana ko'rsatib berishimi krizis. Hattoki mana ota-onalar, onalar ham mana nevropatologlar aytishadi, tug'ruqgacha bo'lgan holat rodovoy protsessi, mana krizisi bor. Tug'ruqdan keyingi nevrozlar, yangi terminlarda. Hamma yo krizis bo'lib ketdimi? Yo bu tibbiyot shu darajada rivojlanib, insonlarga tushuntirish holati shu bo'lib.
balki buni bilmaganimiz ham yaxshimidi deb qolamanda kezi kelganda. Men ham o'ylayman ko'p narsalarimizni ko'p narsa bilan bog'lashga muammolar, chunki aytyapmiz-ku, o'sha aytib rivojlanish qanchalik bizaga qulayliklar ko'p yaratilayotgan bo'lsa, shunchalik muammolarimiz ham bugungi kunda ko'payib ketyapti-da. Shuning uchun ayrim holatlarda shu yuqorida aytib o'tib ketdikki, chet ellik mafkurani O'zbekistonga singayotganligini, bizani mafkuramizga singib borayotganligini bir belgilaridan bittasi ham shuda. Mana er-xotin o'rtasidagi, farzand bilan ota o'rtasida bo'ladigan munosabatlar bizada qanday? Hozir o'zgaryapti-da bu. Chunki chet el, g'arb mafkuralari ta'sir qilib ketdi. Men hozir asabiy holatdaman, menga teginma. Chunki dostupность deydi-yu, nima deydi? Ma'lumotlar olish imkoniyati ko'payib ketdi-da. Bolalarimiz hozir ko'pincha hamisha ham nimani ko'rayotganini, nimani qarayotganini, qanday voqealarni, qanday video roliklarni kuzatayotganini biz bila olmay qolyapmiz va nimalarga ergashayotganligini ham juda ham ko'plab ota-onalarimiz bugun nazorat qila olmayotganligi natijasida biza o'ylaymanki, ayrim holatlarda o'zimiz mana shu qaysidir ma'noda aldamoqchi bo'lamizki, shu krizis holatidamiz, asab holatidamiz deyishimizga deb shu holatdan chiqib ketishga nima deydi, ishonishtirish, o'zimiz ishontirmoqchi bo'lamiz. Lekin bu patologik holat, lekin fiziologik holat, lekin juda ham ko'plab holatlarda mana shunaqangi voqeliklar bilan, endi bilasizmi, bolalarda psixologiyasi shunchalik murakkab sohaki, u ota-onani mehrini o'ziga qaratish uchun, ota-onani e'tiborini o'ziga qaratish uchun har xil holatlarda tushishi mumkin-da. Agar siz o'shanaqa holatda o'sha asab krizisi desangiz, ota-onada boshqacha taktika bo'ladi, lekin bola seni mehringga muhtoj bo'layapti, sen bilan ko'proq suhbatlashmoqchi bo'layapti, sen bilan ko'proq sendan nimadir o'rganmoqchi bo'layapti desangiz, ota-ona yo'q, bu bola krizis. Tushunasizmi? Bir xil narsalarga o'zimizga bilib turgan holatda ishonib, o'sha narsaga ko'z yumishimizga ham to'g'ri kelayotgan holatlar juda ham ko'p. Bu men amaliyotdan gapiryapman bu narsani. Buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Aynan ruhiyat bilan bo'lgan holatlarda dunyo statistika, shu har xil sohalarda statistikalarni ko'p o'qib qolamiz va baxtiyorlik darajasini aynan men ko'p kuzataman. O'sha baxtiyorlik darajasini ko'rganimizda, masalan, birinchi o'rinni mana Finlandiya necha yillardan beri olib kelmoqda va shu statistikani o'qiganimda hayratda qoldim. Ularda nima uchun o'sha baxtiyorlik, ruhiy holat shu darajada erkin, o'zini o'sha haqiqatda davlat va aholi o'rtasidagi munosabatlar va ular juda ham ko'p muammolarga oddiy qarashi, masalan, ularda muammoning o'zi iloji boricha yo'q ekanligini ko'ryapmiz-da va aholi soni baxtiyorlik koeffitsiyenti dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turibdi. Masalan, Daniya, Finlandiya, Shvetsiya, bular haqiqatda o'sha aholisini ko'radigan bo'lsak, sog'lom insonlar. Tabiati, masalan, ko'radigan bo'lsak, juda ham yam-yashillik, toza havo, hattoki o'sha madaniyat shu darajada chiroyliki, chiqindilar yo'qligi masalan va ruhiy holati bilan bog'liq. Ya'ni inson o'zini qachon baxtiyor sezadi? Muammolar yo'q bo'lganda yoki o'sha muammolarga ruhiy holati bilan ta'sir ko'rsata olib, masalan, bugun bizda muammolar juda ham ko'p. Uy qurishimiz kerak, to'g'rimi? Ish, boyish, pul, hattoki o'sha aytganingizdek, bolalar, mana bolalarda ham shu muammolar bor. Biz yoshligimizda pul haqida umuman o'ylamaganmiz. Lekin qanday biz agar yangicha balki g'oyalar, fikrlar, yangi proyektlar qilishimiz kerakdir, balki o'sha bizning ham jamiyatimiz nisbatan to'g'ri, oldingiga nisbatan bu ham ancha aytadigan modadan chiqyapti. Masalan, mana avvalgidek dabdabali to'ylar misol uchun insonlar ancha tushunib bormoqda. Ya'ni haqiqatda insonga o'zi ko'p narsa baxtiyorlik uchun kerak emas ekanligini-da. Lekin qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Ya'ni insonlar turli xil va turli xil dunyoqarashda biz qachon o'shanday o'zimizni baxtli his qilamiz? Ruhiy holatimiz qachon tayyor bo'ladi? Qarang, endi baxt formulasi deyishadi-ku. Baxt formulasi, men o'ylaymanki, har bir insonni o'zini baxt formulasi bor. Har bir oilani o'zini baxt formulasi bor-da. Chunki
ruhiy xotirjamlik, man shu tarixga qaraydigan bo'lsangiz, onalarimiz, momalarimiz mana kashtalar tikishi, nima uchun bugungi kundalik milliy qadriyatlarimizni tiklashimiz kerak deyishyapti. Ya'ni ruhiy sokinlik. Agar siz ruhiy sokin bo'lmasangiz, kashtalar, do'ppilar, nima gilamlar tikolmaydi, to'qiy olmaydi chiroyli shunaqangi. Shunday tinch ota-ona momalarimiz, shunday tinch onalarimizni farzandlariga bergan o'gitlari boshqacha bo'lgan, chunki ruhiy sokinlik bo'lganda. Bugungi kunda biza zamonaviylikka yo'yamiz-yu, endi zamonaviylik bilan baxtimizni bog'lashga harakat qilib qolyapmiz. Ayniqsa bu juda ham achinarli holat. Hozirgi yosh onalarimiz baxt deganda ular boshqacha tushunib qolyapti. Ya'ni ijtimoiy hayotdagi baxt bilan haqiqiy real hayotdagi baxt umuman boshqa narsaligini farqlay olmay qolyapmiz ko'pincha, tushunyapsizmi? Shoularga ishonib qolyapmiz. Chiroyli rang-barang, nima deydi, ko'ngilga yoqadigan, quloqqa yoqadigan bir chiroyli so'zlarga ishonyapmiz va o'zimiz bilmagan holatda shunga baxt shunaqa bo'lsa kerak degan, nima deydi, formalarni o'zlariga yasab olmoqchi bo'lishga harakatlar bo'lyapti-da. Bu aytganingizdek juda ham katta mavzuda. Endi odamni sokinligi uchun, ruhiy tinchligi uchun hamisha ham sizga, bizga bog'liq bo'lmagan narsalar bor-da. Bu tashqi, ichki omillar, ta'sir qilayotgan omillar, ekologik, hamma juda katta omillar borki, bizani tinchligimizni, sokinligimizni. Lekin baribir inson omili birinchi o'rinda turadi. Insonning hamma narsa o'ziga bog'liq. Agar o'sha inson o'zini o'z vaqtida o'zini baxt formulasini to'g'ri tanlab olib, baxt formulasini to'g'ri yarata olsa, men o'ylaymanki, inson uchun baxtli his qilish uchun yoki baxtli bo'lish uchun juda ham ko'p narsa kerak emas, juda ham katta narsalar kerak emasda. Tushunarli. Yana shu joyda bitta savol o'rinli deb bilaman. Hozir ko'p holatlarda mana shifokorlarga murojaat qilganimizda vitaminlar yozishadi. Masalan, sog'lom bolaga ham ko'p holatlarda vitaminlar kerak deyishadi. Shu bizni aytganingizdek to'g'ri, bu davr ekologiya bilan bog'liq. O'zi aslida vitaminlarni biz bugun shifokor sifatida ham ota sifatida maslahat berasiz degan umiddaman bu savolga. Biz bugun tabiiy toza mahsulotlardan uni ola olamizmi yoki baribir yo'q, ulardan ola olmaymiz? Chunki yeydigan bola bor deyshadi, yemaydigan bola bor deyshadi. Lekin to'g'risini aytgan, 4 ta doktorga borsangiz, to'g'ri xil narsa yozib beriladi. Shunda o'zi bunga ishonch qanaqa, misol uchun? Chunki biz olim bo'lishimiz mumkin, o'qib ko'rishimiz mumkin, lekin biz tibbiyot xodimi emasmiz. Shunda aynan o'sha dori vositalariga yoki vitaminlarga aytmoqchiman, u bolalarga qanchalik kerak? Masalan, gapirishi ortda qolayotgan farzandlarga yozishadi yoki o'sha miyasi yaxshi rivojlanmayapti. Masalan, ko'p mana hozir solishtirish orqali ham ko'p keladi. Bolasi bunday, men ham bolam bu gapiryapti, bu negadir gapirmayapti. Lekin o'sha aytganingizdek, fiziologik holat har bir insonda har xil. Shuning uchun aynan shu vitaminlarga yoki o'sha dori-darmonlarga ishonch holati qanchalik? Ota-onalar chunki ko'p holatda shifokor yozib berdi, uni berishim shart. Lekin ko'p holatda mutaxassis bo'lmasak ham dorini ham beradigan vaqti bor. Lekin ko'p holatda, misol uchun, qaysidir doktor ichir deydi, qaysidir doktor ichirma deydi. Shu holatda biz aholi nima qilishimiz kerak? Qarang, bitta narsaga e'tibor beringda. Men endi menga murojaat qilgan ota-onalardan, ayniqsa onalarni fikridan kelib chiqib bu savolingizga javob beraman-da, keyin professional mutaxassis sifatida javob berishga harakat qilaman. Asosiy onalarimiz bugungi kunda o'sha professional shifokorlarni fikriga emas, ijtimoiy tarmoqlarda chiroyli qilib aytayotgan, nima deydi, xafa bo'lishmasin, bloger demoqchi emasman, o'sha info blogerlar chiqib ketdi, o'shalarni tavsiyasiga ishonishga ko'proq harakat qilishadi. Yoki mashhurroq insonlarni fikriga ishonishga harakat qiladi. Men hech qachon qabul qila olmayman. Men o'zim ham bir necha marta ko'rganman. Men xafa bo'lmasin. O'sha san'at vakillari, ya'ni populyarniy insonlar deydi-ku. Mashhur insonlar
insonni sog'lig'i bilan bog'liq bo'ladigan dori darmon bo'ladimi, oziq ovqat bo'ladimi yoki o'sha tabiiy aytamiz biologik faol moddalar bo'ladimi, ularni targ'ibot qilishga menimcha haqlari yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'ri, siz oilangizga tavsiya berishingiz mumkin, lekin katta auditoriyaga bunaqangi tavsiya berish kerak emas, chunki siz bilmaysiz. Siz yuqorida bekorga aytganman, har bir inson bu alohida inson, har bir bola bu alohida bola. Tashxisimiz, shikoyatlarimiz bir xil bo'lishi mumkindir, lekin bizning organizmimiz har xil. Bekorga aytganim yo'q, shablon, formulyar, qaysidir bir kasallik davolaydigan shabloni bo'lishi kerak emas, formulyari bo'lishi kerak emas, standarti bo'lishi kerak emas deb turaman. Kasal tashxis bir xil bo'lgani bilan. Mana shu holatlarda ham ota-onalar sizni gapingizga ishonmaydi, o'ta reklama qilinayotgan chiroyli bir xil, meni o'zim xolimga ham bittasi kelgan. Mani 16 yillik otamni shu o'zimiz dorilarni berganimizda, tabiiy biologik faol moddalarni berganimda yurib ketdi, insultdan keyin 16 yil to'shakda yotgan. Men chiqdi dedim, eshikka qaragin, kim deb yozib qo'ygan deganman. Agar sani, men doktorman, shifokorman, menga kelib aytganda oddiy ota-onalarga qanday aytishi mumkin bu ma'lumotni? Qanday qilib ularni ishontirish mumkin? Tasavvur qilyapsizmi? 16 yillik shu to'shakda yotgan otangizni shu dorini berib yurg'izib yuborgan bo'lsangiz, men diplomlarimni yirtib tashlayman va butun farmatsevtika institutlari, tibbiyot universitetlari hammasini yopish kerak edi. Mana shularni yeb sog'lom bo'lib yurishimiz kerak edi. Biz 16-asrda yoki 15-asrda o'sha buyuk bobolarimiz Ibn Sino davrlarida yashayotganimiz yo'q. Bizani bugungi kunda organizmimizga ta'sir qilayotgan judayam katta omillar judayam ko'p. O'sha uchun doim ham o'sha biologik dori biologik dori vositalarini bugungi kunda klinik nima deydi, tasdig'ini topmagan ular davolashi mumkinligi to'g'risida. Keyin yana bitta narsaga, mana chet elga borgan paytimizda bizani Samarqandda yashaganimda uyga mehmonlar ko'p kelardi-da, chet ellik mehmonlar ko'p kelardi. Biz ularga mehmonlarga kolalar, fantalarni stolga chiroyli qilib qo'yishga harakat qilsak, mevalarni kompot qilsanglar shu yaxshiroq delikates deb hisoblardi-da. Tushunyapsizmi? Bu rivojlanayotgan davlatlarda bugungi kundagi o'sha tabiiy vositalarning yetishmasligi sababli ular shu tabiiy vositalarni nima deydi, joydari qilib aytganda kichraytirilgan, shu tabletka, kapsula, parashok shakliga keltirilgan dorilarda, lekin sizni bolangizda organizmida qanaqa jarayon ketayotganligini bilmasdan turib, ko'rona bulardan foydalanish, ayniqsa me'yoriga rioya qilmagan holatda hamisha ham yozib qo'yilayotgan nima deydi, ko'rsatmasida ko'rsatilgan shifokor tavsiyasiz ham olish mumkin degan dorilarni ham olish ham to'g'ri bo'lavermaydi. Chunki bolangizni ichki organlarida, hazm qilish organlarida qanaqa jarayon ketayotganini bilmaysiz va shuni natijasida ko'rona bugungi kundagi zamonaviy vitaminlarni, har xil vitaminlarni ichib tashlash natijasida ham mana bugungi kunda allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, onkologik kasalliklar, har xil ruhiy holatimizni kechishi bilan bog'liq bo'ladigan holatlarni ko'payib ketishiga sabab ham mana shu narsa bo'lyapti. Hamma narsada me'yor bo'ladi va faqatgina ko'rsatma bo'lgandagina menimcha o'sha shifokor tavsiyasi bilan olsa to'g'riroq bo'ladi. To'g'ri, bunaqa gapni gapirsangiz hozir ko'p auditoriya yomonlab ketadi. Hamma doktorga bora olmaydi-ku, bu tabiiy dori-ku. Chunki shunaqa ko'ryapmiz-ku. Shularga men aytmoqchimanki, biz sizni yomon bo'lishga targ'ib qilmayapmiz. Hamma narsaga ehtiyotkorlik bilan, to'g'ri yondashgan holatda qabul qilishga nima deydi, undayapmiz. Demak, o'sha dori vositalarni saqlashi, qanday holatda kelganligi, bilib bilmasdan bu dori vositasi vitaminlar kompleksi deymiz, bu minerallar kompleksi deymiz, bu qandaydir fermentlar kompleksi deymiz, lekin ularni birgalikda ichgan paytda ular organizmimizda bir-biriga to'g'ri keladimi? Bizning organizmimiz o'shanday dorilarni qabul qilishga tayyormi, tayyor emasmi, buni bilmaymiz. O'sha uchun ko'rona olishimiz noto'g'ri bo'ladi. Shifokorlar tomonidan berilayotgan dori vositalarini ham bugungi kunda
bunga men xulosamni bera olmayman. Ko'p kasallar keladida, doktor mana shuni qarab bering, to'g'ri davolabdimi, noto'g'ri davolabdimi deydi. Men birinchidan olib bo'ldingiz bu dorini o'zi, ikkinchidan meni haqqim yo'q qaysidir mutaxassisi sizga ko'rsatgan tavsiyasini noto'g'ri deyishga. Chunki ular ham o'qigan, diplomi bor va o'sha davolash usulini to'g'ri deb tanlaganki, sizga shu tavsiyani bergan. Men o'zimga to'g'ri deb beradigan tashxis qo'yib, to'g'ri deb biladigan, asoslangan, ilmiy asoslangan muolajalarimni tavsiya qilyapmanmi? Nima uchun shu dori vositasini tavsiya berganligimni sizga tushuntirib beryapmanmi? Tanlash yo'li sizda deb aytamanda. Shuning uchun men endi uzoqroq savolingizga javob berishga harakat qildim, chunki bugungi kundagi eng katta muammolardan bittasi mana shu ko'r-ko'rona dori vositalarini ichishimiz. Har xil ozdiradigan, bir marta bo'lsa ham mayli, u kompleks, ya'ni davom etadi. 3 oy ichdim, 1 oy dam olar ekanman, yana 3 oy. Tabiiylik qani? Qani tabiiylikda shunchalik chiroyli so'zlarni gapiradiki, hattoki bilasizmi, shunchalik chiroyli prezentatsiyalar qiladiki, ularning maqsadi finansiy maqsadlar bor, iqtisodiy maqsadlari bor deb aytamanda. Men o'zim hattoki bitta nimadan chiqib ketganman, bunga bir 8 yillar bo'lib qoldi. Bu joyga borgan to'g'ri mahsulotlari yaxshi edi. Borganimda shunaqangi chiroyli bir gapirganki, o'sha Rossiyadan kelgan bir akademikman deb tanishtirgan va o'shanda men qo'limdagi hamma narsani tashlab chiqib ketganman va bu sohaga umuman qaramay qo'yganman. Firmalar bilan ishlamaysiz? Yo'q. Tushunarli. Chunki iqtisodiy qiziqish bo'ladi ko'pida. Bu insonimizda, biza xomsut emgan bandamizda boshida to'g'ri qilyapman deymizda, to'g'ri, hamma dorilarni yomon deb aytmaymiz biz ularni. Lekin normadan oshib ketishga va bosqichi organizmni tozalash kerak, keyin buni qilish kerak, keyin buni qilish kerak, buni qilish kerak. U iqtisodi bilasizmi, bir marta kelgan 18 ta bir dori vositasini ichayotgan bolani ko'rganman men. U tabiiy dermiz, lekin tabiiy bo'lganda ham bo'lsa, biza o'zi tibbiy nima deydi, organizmimiz uchun foydali bo'lgan mahsulotlar shunchalik ko'p davlatda yashaymizki, serquyosh davlatda. Bilasizmi, Rigaga borgan vaqtimda bozorda yuribman, bizani o'zimizni qovunimizni ko'rsatyapti-da, Toshkentda deyapti-da, 1 kilosini qancha deyapti-da, 4 yevro dedi-da. Juda ham shirin, Toshkentdan kelgan. Men aytdim, kechirasiz, bu pulga men Toshkentda tonnalab olaman, yeyman. Menga hozir sizlarda o'rmoninglarda o'sadigan yejivikalar, yeb ko'rmagan tamlar, maymunjonlar, o'shalar deyman dedim. Chunki bizda o'smaydi bu narsa. Tushunyapsizmi? Har bir davlatda, har bir kontinentda o'zining tabiiy mahsulotlari ko'p. Bizda shunchalik ko'p, banan deymiz. O'rikni qaramaymiz, yer bilan bitta bo'lib yotibdi. Jidalar, mag'izlar, uzumlarimiz, shaftoli, quyoshga shunchalik to'yingan tabiiy mahsulotlarimiz bor ekanki, yozda to'yib o'sha narsalarni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, menimcha ortiqcha har xil vitaminlarga hech qanaqa o'rin qolmaydi. Tushunarli. Zohid aka, siz mana xalqaro miqyosda tanilgan, kezi kelganda mashhur bo'lgan olimlardansiz va tibbiyot sohasi bugun O'zbekistonda qay darajada ketyapti va prognozlar qanday? Chunki olim sifatida biz mana mushohada qilamiz, tahlil qilamiz, kamchiliklarimizni ko'ramiz, yutuqlarimizni ko'ramiz, lekin xursand qiladi, bugun umum e'tirof jahon miqyosida anchagina sezilarli darajada o'sdi va prognozlar qanaqa o'zingizni talqiningizda, ya'ni olim sifatida bugun jahon miqyosida bizning tibbiyot xodimlarimiz, olimlarimiz qaysi ko'rsatkichlarda ketishmoqda? Bu savolingizcha qiyin savol. Chunki siz juda ham ko'plab nimalarga sabab bo'ladigan, bahslarga sabab bo'ladigan. Endi har bitta olimning o'zini prognozi bo'ladi. Savolda bu bizada sizni bergan javobingizni hamisha ham to'g'ri qabul qilish qobiliyatimiz sal kamroqda, tushunyapsizmi? Hamma har xil talqin qilish mumkin bo'ladi-da, sizni bergan fikringiz asl maqsad, ma'nosi boshqacha bo'lishi mumkin-u, lekin uni boshqacha talqin qilib qabul qilish ham ko'p bo'lib ketadi. Shuning uchun men umuman qisqacharoq qilib aytmoqchimanki, endi ko'p davlatlarga borib, o'sha kasbiy nimasida, sohasida ko'plab borib, shuni men amin bo'lganmanki, bizning mutaxassislarimiz juda ham kuchli mutaxassislar. Ularga faqatgina kuch kerak, ishonish kerak.
bugun bizani davlatimizda men shunday ham achinib ketadigan bir holat nimaki, o'qituvchi bilan shifokorlarni obro'yi yer bilan bitta qilib tashlashdi. Qaysidir umuman jamiyatimiz uchun foydasi tegmaydigan insonlarni tufayli, o'sha shov-shuvlar qilish tufaylida. Lekin bitta narsani unutmasligimiz kerakki, millatning kelajagi bu o'qituvchilar va shifokorlar. Siz har ikki sohasida ishlayapsiz. Chunki o'qituvchi bu millatning kelajagini tarbiyalab beradi. Agar birinchi sinfga borgan bolani o'sha birinchi sinfdagi o'qituvchisi noto'g'ri maktabga bo'lgan munosabatini o'zgartirib yuborsa, uni buzilib ketdi, uni ishontira olmaysiz. Agar shifokorlarimizda noto'g'ri davolaydigan bo'lsa, butun jamiyatimiz noto'g'ri qarorlarni qabul qiladigan bo'lsa, butun kelajagimizni barbod qiladigan qarorlarga kelib qolishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu ikkala soha to'g'ri. Hamma soha muhim soha, lekin millatning sog'lom millatning kelajagi bu to'g'ri tarbiya, to'g'ri ta'lim va sog'lom tana hisoblanadi-da. Qolgan omillarni rivojlantirishimiz mumkin. Bu ikkala sohada xato qilinmaydi va bu ikkala sohani vakillariga juda ham katta e'tibor bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yevropaga borganimda katta mana deputat o'rtoqlarim bor, juda ham katta o'sha sohada o'zini sohasida bir katta yutuqlarga erishgan do'stlarim borki, ular o'zini shu yevropalik hamkasblariga meni tanishtirganda, shifokor deb tanishtirganida ularni ko'zida menga bo'lgan hurmatni, menga bo'lgan munosabatini ko'ramanda. Bu narsalarni men o'zimizning davlatda ham ko'rishni xohlardim. To'g'ri, bu gapni gapirsangiz hozir shunaqangi ko'plab nimalar tushadi, doktorlar bunaqa. Endi hamisha ham shifokorlarga bog'liq bo'lmagan holatlar bor. Hamisha ham institut bitirgan shifokorlarni shu holatga tushib qolishiga sabab uni o'zi bo'lmaydi. Sabablar, omillar juda ko'p. Juda ham ko'p. O'sha uchun faqatgina men to'g'ri qabul qilgan holatda va o'sha soha vakillarini agar bugungi kunda biz ishonib qo'llab-quvvatlasak, men o'ylaymanki, bu juda ham yaxshi bo'ladi va hech qachon o'ylashlarini xohlamayman bizani o'zbek shifokorlari bilimsiz, o'zbek shifokorlari tajribasiz deyishiga. Bu isbotlangan. Nechta davlatga borgan bo'lsam, nechta bir eng katta shu ilmiy konferensiyalarda, kongresslarda taqdim etilayotgan ma'lumotlarni bunday o'ylab qarasak, bizani hamma mutaxassislarimiz biladigan va bizani davlatimizda bu amaliyotlarni o'zi oldindan qancha vaqtlardan beri amaliyotga taqdim qilayotganmiz. Faqat bugungi kunda bizlar chiroyli qilib chiqarib berishimiz, bu chiqarib berishimiz uchun tilni bilishimiz, tushunyapsizmi? Chiroyli ko'zni nima deydi, qarata oladigan qilib, informativni qilib berish qobiliyatlarimizni ozgina rivojlantirsak, bizning shifokorlarimiz hech qaysi rivojlangan davlatlarni shifokorlaridan kamchilik joyi yo'q. To'g'ri, texnologik, texnikalar tomonlaridan qandaydir muammolar bo'lishi mumkin, lekin bugungi kunda bilasiz, mana ochilayotgan yangi shifoxonalarda u eng zamonaviy tibbiy nima deydi, apparatlar, o'sha kerak bo'ladigan insonni sog'lig'ini tiklashi uchun kerak bo'ladigan robot texnikalar bilan ta'minlanyapti. Bularni ishlatadigan faqat shifokorlarda. Bularni o'rganib kelib, uni milliylashtirib, o'zimizga moslashtirib, milliy yondashgan holatda qilishga harakat qilyapti. Faqat men o'ylaymanki, ishonishimiz kerak bugun shifokorlarga. Bu bizani ham juda ham mamnun va xursand qiladi. Sababi o'sha aytganingizdek, davlat tomonidan bu narsaga e'tibor berilishi, masalan, tibbiyot sohasiga alohida va nafaqat sohaga, balki soha mutaxassislariga ham. Demak, biz jamiyatda o'sha aytganingizdek olimlarga, ustozlarga, o'qituvchilarga va albatta bizning tanamiz uchun mas'ul bo'lgan shifokorlarni ham qadrlasak, menimcha kam bo'lmaymiz. Va so'nggi savol va so'nggi xulosa sifatida shuni aytib o'tmoqchiman. Men hayron qolganim, Zohidjon Ismoilov bilan birinchi ko'rishganimda, o'sha mana bugun bizga ham olib kelibdilar, birinchi kitoblari. Bu birinchisi publisistik ilmiy kitob emas. Ilmiy kitob emas. Ham nomini ham aytib o'tmoqchiman. Ildiz degan birinchi menga shu Zohidjon Ismoilov degan tibbiyotchi inson publistik asar yozdilar, Ildiz degan deb eshitganda, men tibbiyot xodimlari ham shunaqa kitob yozadimi deb to'g'risi hayratlanganman va bu kitob taqdimotiga borganman. Va aytmoqchimanki, sizni bu kitob yozishingizga turtki nima bo'ldi
va bu kitobni yozganingizdan keyin kutublaringiz va jamiyatni qabul qilishi qanaqa bo'ldi? Tibbiyot sohasining vakilining kitobi. Chunki biz mana mualliflar hattoki yaqinda ham biz olimlar o'rtasida shunaqa bahs ketdi. Bugun jamiyatda mutolaa bo'yicha muammolarimiz va qaysidir ma'noda atoqli yozuvchilarimiz kam dedik. Balki yillar o'tib sizni ham o'sha yozuvchilar qatoriga qo'shish imkoniyati bo'lar. Lekin aytmoqchi bo'lganim bu aynan bu kitob yozishga nima sabab bo'lgan va jamiyat qanaqa kutib oldi bu kitobni? Toshkent ilmiy mana aytdik-ku, kitoblar o'qigan, dunyoqarashi keng bo'lgan insonlar buni juda ham yaxshi qabul qilishdi va juda ham ko'plab o'sha insonlar, yozuvchilar juda ham iliq fikrini berdi va ular hammasi aytdiki, meni yoshligimni esga soldingiz dedi. Kimdir mana ilmiy bu yerda shu ilmiy ish qilishdagi bo'lgan muammolar yoki ularni yechimlari to'g'risida maktabdagi o'qishlari, qishloq hayoti, bir oddiy qishloq bir bolasini bugungi kundagi erishgan, mana bugungi kungacha yetib kelgan yo'llari to'g'risida yozilgan-ku. Mana ko'plar aytadi-da, mana senga yurting nima berdi degan savolga yangi O'zbekiston deganda bir xillar noto'g'ri qabul qilishga harakat qilishyapti. Mana yangi O'zbekiston deganda menga nima berdi? Nima uchun ildiz? Juda ham ko'plab savollar bo'lardi. Nega mana chet ellarda bugungi yoshlarimiz mafkurasida ko'plarida shu chet elga o'qishga ketib, agar yaxshi oyliklar taklif qiladigan bo'lsa, maoshlar bo'lsa qolib ketish niyatlari, nega qolib ketmagansan? Mana menga ko'p savol beriladi. Imkoniyatlar juda ko'p edi. Hatto shu 2010-yilda Koreyada o'qiganimda, Malayziya, Singapurda taklif bo'lgan universitetidan o'sha yerda davom ettirish, doktoranturani ishlab qolishi, universitetda dars berishni tavsiya qilgan. Xitoyda, mana Yevropa davlatlarida, Amerikada tavsiya qilgan. Takliflar ko'p bo'lgan. Takliflar ko'p. Bahrayn Al-Xalifa universiteti yaxshi oyliklar beraman degan takliflar rad qilganmiz. Mana shularga javob yoshlarimizda ko'pincha noto'g'ri tushuncha bo'lib qoladi. Bizda eskilik sarqitlari deb aytaman bu narsani. Otang kim edi, kim bo'lardik? Men ota-onam oddiy kolxozchi bo'lgan men. Oddiy kolxozchi, lekin bugungi kundagi o'zbek ayolini, bizani o'zbek ayollari juda ham bilimli insonlar bo'lishgan. Tarbiyani oila berganligi, ya'ni onalar, otalar berganligi, ta'limni maktab berishi to'g'risidagi va ustoz shogird, ustozni shogirdga bo'lgan munosabatli va bizlar qaysidir yutuqlarga erishganimizda ustozlarimizni qay holatda eslashimiz, ularga bo'lgan munosabatlarimiz va bular menga nima berganligi haqida yozilgan. Achinarli holatlari ham bo'lgan bu kitobni taqdimotida, ya'ni o'zimni maktabimga borib taqdimot qilganimda juda ham ko'plab o'quvchilar, ya'ni bitiruvchi o'quvchilarga o'sha maktab direktori tanishtirgan. Mana xuddi sizlarga o'xshab shu maktabda o'qigan bola, xuddi sizlarga o'xshab mol boqqan, xuddi sizlarga o'xshab bizning yoshligimizda paxta tergan, yer chopgan, yugurib yurgan, yirtiq kalishlar kiygan bola mana bugungi kunda mana o'zini sohasini ustasi, chet ellarda ko'plab 50 dan ortiq davlatga borgan, mana kitob yozgan. Mana shu qanday savolinglar bor deb savollar so'raganda, emas qo'rqib turgan, keyin men o'zim chiqib gapirganimdaki chiroyli qilib gapirgan, juda ham ko'p savollar bo'lganda oxirida ayrim уже maktab o'quvchilari emas, aynan o'sha mahallamizdagi ayrim qo'ni qo'shnilarimiz, ayrim o'rtoqlarim, do'stlarim va qarindoshlarim tomonidan bo'lgan munosabat juda ham men bir 2 oylar o'zimga kela olmaganman. Shunda Abdulla Qodiriyni uylariga borganimda o'zbekligim degan bir nimaga chaqirganda, o'shanda men ota-bobolarimni, Cho'lponlarni, Abdulla Fitratlarni, Abdulla Qahhorlarni his qilganman. O'zingniki o'zligingni kesadi. Negaki kitob yozish juda ham qiyin narsa, ayniqsa avtobiografik bo'ladigan bo'lsa va uni o'quvchiga yetkazib berish, bu shifokorlik, bu o'z yo'liga. Ilmiy kitoblar yozish boshqa narsa, lekin shunday voqealar bo'ladiki, o'sha voqeani voqelikda sizga tushunarli bo'lishi uchun o'sha vaqtdagi o'ylagan nima deydi, dunyoqarashingiz
bilan yozishingiz kerak. Masalan, men hozir bugungi kunda mutaxassis sifatida 20 yoshdagi yoki 18 yoshdagi atrofimdagi insonlarga bo'lgan fikrimga munosabatni hozir boshqacha beraman. Lekin u vaqtda boshqacha munosabat berganman. O'sha voqelikni to'liq tushuntirib berish uchun o'sha vaqtdagi o'ylagan fikrimdan kelib chiqib yozishim kerak edi. Shunchalik ko'p toshlar otilgan. Shunda menga juda ham ko'plab dalda berganlar bo'lgan. Hattoki Amerikadan bir ustozimiz bor edi, o'zlari ham shu ilm yo'lda fan doktorlari iqtisod bo'yicha, men so'raganman, nimaga bunaqa holatga tushdim deganda, G'ofur G'ulom bilan hozir aytaman, bir voqeasini aytib berganlar, keyin o'shandan keyin o'zim sal bosishga va e'tibor bermaslikka harakat qilganman. Shaxsan o'zim ham bu kitobni o'qidim. Qaysidir ma'noda manaman degan yozuvchilar bera olmagan his-tuyg'uni va voqelikni juda ham chiroyli, aniq faktlar va hech qanaqa yolg'onlarsiz bergansiz va bu tuyg'ularni agar inson qisqacha mana hozir aytdingiz, himoya jarayonlari yoki o'sha baxt tushunchasi yoki o'sha tasvir tushunchasi shu darajada oddiylikda, samimiylikda berilganki, bu narsani tuyg'ularni tushungan insonlar tushunadi nazarimda. Va bu yo'nalishda ham albatta ijodni to'xtatib qo'ymaymiz. Sizdan hali ko'plab badiiy asarlar, publistik asarlar kutib qolamiz. Va so'nggi so'z sifatida inson ruhiy holatida sog'lom bo'lishi uchun nima qilish kerak? Oxirgi shu podkastimiz yakunida o'zingizni tavsiyangizni bersangiz. Ruhiy sog'lom bo'lishimiz uchun biz o'zimizni ko'proq o'ylaymanki, ko'proq o'qishimiz kerak. Ko'proq til o'rganishimiz kerak. Qancha ko'p til o'rgansangiz, shuncha ko'p millatlarni tarixini bila olasiz. Millatlarning tarixini bilsangiz, o'zingizga to'g'ri xulosa qila olasiz. Siz o'zingizni kimligingizni bilsangiz, to'g'ri xulosa, kimlarni avlodi ekanligingizni bilsangiz, to'g'ri xulosa qila olasiz. Shuning uchun ko'proq o'qisa, hamma muammolarga yechim topa oladi va to'g'ri xulosa, qaror qabul qila oladi deb o'ylayman. Rahmat kattakon Zohidjon aka. Demak, bugungi podkastimiz haqiqatda ham ma'nan, ham ruhan, ham tibbiyot nuqtai nazaridan juda ham manfaatli bo'ldi va hurmatli kuzatuvchilarimizni sizlarga alohida aytib o'tmoqchimiz, podkastimizni kuzatib eng yaxshi kommentariy mualliflariga Zohidjon Ismoilovning Ildiz kitobi sovg'a qilinadi va sizlarni yaxshi fikrlarni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling.